Mandan cherkan vossanmi? Sudimizga qaynoq kuydiryapti. Siz kimlari bo'lasiz? Akasiman dona. Ha, Alloh rahmat qilsin. Mabodo qarindosh urug', oshna og'ayni, qo'ni qo'shnilar ichida oldi berdilar bo'lsa, omonatlari bo'lsa, guvoh isbotlar bilan, hujjat bilan so'rab kelishsa, ado qilasiz. Tushunmadim. Bir savolim bor edi. Domla, ukam shu adashib bir narsa chakib yuragi to'xtab qolibdi-da. Savol javob qanaqa bo'ladi? Alloh rahmat qilsin. Nima? Endi Xudoga havola. Savol javoblar ozgina og'ir bo'ladi. Xudo sabr bersin. To'xtanglar, kimdir meni eshitsa, iltimos. Kimdir eshitadimi yo'qmi? To'xtanglar. O'lganim yo'q-ku. Hey! Yaqinlari kim? Men akasiman. Tezsan teskari bo'lib, uni yonidan kiraverasiz. Qabr kovlanishi og'ir bo'ldi. Biror narsa bo'lsa ichkarida ko'rsa, aytarsiz. Bir nega qiyin bo'ladi ko'rishga? Baka. Yo'q, kirmayman qabrga. Kirmayman. Yo'q, aka Boshlardan shu. Boshlardan shu. Nimaga bu yerga qo'yildi? Qo'rqoqlikdan qo'rqaman. Aka, ketmayapman, o'tinaman. Aka, Mendan rozi bo'l, ukam. nimaga Ben rozi bo'l. Aka, Savol javobing oson bo'lsin, ukam. o'tinib so'rayman. Meni yolg'iz tashlab ketmang. To'xtanglar, iltimos. Eshtinglar mana. Nimaga qo'rqib ketyapman? Qo'rqib ketyapman, aka, to'xtang. To'xtang. Eshtinglar odamlar mana. Eshitasizlarmi yo'qmi? To'xtang, yo'q. Qo'rqib ketyapti, yo'q. Tinchlikmi? Yomon ish ko'rdingmi? Men hamdan bitta tortib oldim tabletkadan keyin. Ash zo'r ketadi. Yo'q. Kerak emas.